Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Здравствуйте, дорогие друзья. Bugun 16 may 2026-yil shanba tongidamiz. Toshkent shahri Qoraqamish dahasidagi katta qush bozoriga navbatdagi tashrifimiz. Сегодня, дорогие друзья, 16 мая 26 год, очередное субботнее утро, и мы находимся в самом большом рынке Ташкента, птичьем рынке в Каракамыше. Сегодня тоже решили сделать небольшой обзор. Посмотрим, какие птицы, что нового. Qadrli do'stlar, unda Toshkent shahridagi qush bozori bo'ylab sayrimizni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, bozorga kiraverish har doimgidek gavjum. Hozir Toshkent shahrida 30 daraja issiq atrofida. Bu yil may oyi issiq keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, salomat bo'ling. Daniya trendga chiqarsiz bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Mushukchalar, sichqonchalar. Tikoncha ham bor ekan. Odatda qiziqarli mushuklar bu tarafda bo'lardi. Assalomu alaykum. Mana bolalarni ham shu tarafidan o'tib ketaman yigitlar. Harakatlanish oson emas. Soat 10 ga yaqinlashdi. Odam avjida. Odatda marsrutim deyarli bir xil. Bozordan kiraverishda birinchi bo'lib chap tomonga qaylaman. Buni nomi akula baliqlarmikan? Chiroyli ekan, uzoqdan xuddi tabiiyni eslatadi. Assalomu alaykum. Ko'pincha shu skalariya baliqlari haqida gapirardim. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda orzuyim edi shu skalariyani boqish, lekin ko'p holatlarda zavol topardi. Keyin bilsam shu kislorod va suv harorati kerakli darajada bo'lmagan ekan. Bu taraf quyosh tig'i ostida. Bo'ldi e'tibor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Mana bular gibridlar. Sava bilan Kanariykadan chiqqan pola-pola. Nech puldan ekan sizlardan? 200 shartli birlik. $200 просит. За этих гибридов. Bir yosh atrofida? 10 oylik. 10 oylik ekan. Bu taraf ancha bo'sh, chunki oftob tig'i. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar? Rahmat. Bu oddiy chug'urchuq do'stlar. Qora shaqshaq. Zarg'aldolar keldi. Zarg'aldon nech pul ekan? 500 ming. Zarg'aldoq 500 ming so'm ekan. Zeta
$40, ну больше $40 просто. Hofiz bulbul. Bu qushning nomi sayroqi moyqut. Mana shunisi hozir sayrab qo'ydi. Silvia Hortensis. Devcheslavka. Bular kimdan ekan? Sizlardan emasmi? Sizlardan emasmi? 200 ming so'm ekan do'stlar. $17 просит. O'ta hofizlar. Assalomu alaykum Erkin aka. Erkin aka tuzumsiz? Assalomu alaykum. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz Erkin aka? Charchamang. Tuzumsiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat Erkin aka. Sog' bo'ling, xabarlashamiz. Xo'p, rahmat Erkin. Maylimi, shundoq yaqinroqdan syomka qilasam. Uzr. Rahmat. Assalomu alaykum. Qorani eshitib. Mayli. Bu 1 million. 1 million bittasi 250. Bering o'zingiz. Bu yil qora chekanlar juda ko'p do'stlar. Quanto uch hozmagan? В этом году у нас черных чеканов очень много. O't olasizmi aka? Rahmat. Bu so'pto'rg'aylar. Va mana bunisi moyqut. Kulrang moyqut. Вроде серая славка, вроде. Oybeyni qushlari bo'lsa kerak, oybeyni band. Mana bu moyqutni mana bu turi ham chiqibdi. Yastribinaya slavka deb nomlanadi. Faqat peshonasini urib qo'yibdi. Bu ola tosh shaq-shaq. Mana yana qora chekanlar. Narxini so'rash imkoniyati bo'lmayapti, chunki sotuvchi band do'stlar. Sayroqi moyqut. Hofiz bulbuli. Bu chizik. Do'stlar, ko'pchilik so'raydi, yovvoyi qushlardan qaysi biridan boshlasak ekan deb. Menimcha shu chizik eng qulay bo'lsa kerak. Tez o'rganadi, hajmi yaxshi, katta emas, ozuqaga o'jarligi yo'q. Juda qulay qush. Sayrog'iga kelsak, endi soddagina. Uzr, kechirasiz. Mana bu qushni uzun dumli snigir deb atashadi. Длиннохвостый snigir. Hozir mana shu uchib yurgani tutqich bermayapti, kadrga mana keldi. Hofiz bulbuli va uzun dumli. Shiptak. Mana bu modasi menimcha uzun dumli snigirni. Bu Afrika qushi. O'tgan safar ham ko'rgan edik. Pastda qora shaq-shaq. Bu yerda moyqutlar, sayroqi moyqutlar. Qarqinoq ham bor ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar xonimlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar o'zingizlar? Tinchmisizlar? Mana bu qafasda Afrika qushlari do'stlar, Mozambik yuroklari. Va mana bu qushlar nomi hozir esimda yo'q. Skores, afrikanskiy. Shunaqa ekanmi? Afrikanskiy skores derkanman. O'tgan safar ham bir ko'rgandek bo'luvdim. Bunda hofiz bulbuli va uzun dumli qarqinoq ham bor ekan. По-моему, длиннохвостый сорокопут. Ola tosh shaq-shaq yonida. Bu esa tog' maynasi. Bu
Buni do'stim kechirasiz. Necha pulida narxlari? Bu 200 ming so'm. 200 ming so'm. Qarqinoq, Olatosh shaqshaqcha. 400 ming so'm. U 400 ming so'm ekan. Chekanlaringizcha? Chekan 300 ming. Chekan 300 ming ekan. Qo'lxonam bor. Shu kechirasiz. Mazambikingizni ham aytib yuboring. Necha pul? Mazambik 500 ming. Mazambik yuroklari 500 ming so'mdan ekan. Bu где-то 42-43 dollara. Mazambikskiy yurki. Assalomu alaykum. Olmaxon ham bor ekan. Boqasanmi? Sen qo'lingiz shishgan. Tagida qora shaqshaqlar. Hop, nima? Hozir syomka qilib oling, o'taman sal turib. Hop. Hop. Endi bu nuqtada hozir tasvirga olish menimcha u darajada qiziq bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum. Chiroyli savollar ekan. Ziyabliklar bolalik qushlari. Bolaligimizdagi eng yaxshi ko'rgan qushlar. Bu qushlar bilan keyinchalik tanishdik. Qizilbosh yo'roqlar. Bu eng chiroyli sayr yo'llardan biri donxo'rlar orasida kanaplanka. Ular qarang chiroyliligini. Rahmat. Bular siz ham tasavvur qilib olmaydi bolalikni. Ko'k chumchuqlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chertmalar keldim bu galam? Aha, yaxshi. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Loy o'zingiz ko'ramiz. Assalom. Tumshug'i antiqa ekan. Suragay, tozasi-da aka. Vau, chiroyli ekan. Burgut tumshug'i ekan. Ko'ryapsizmi? Nech pul ekan buning? 1 million. Bu yangi qushmi yo 1 yilchi? 1 yil. 1 yillik. Oldingi yil oldim, 1 yil boqdim aka. 1 million so'm ekan. 700 ming qilishni bermadim. Chiroyli ekan. Просит где-то 90 долларов просит хозяин где-то. Прошлогодний, говорит, chiroyli. Azangni ham qo'ying boqqanga rahmat. Ha, o'zingiz hammi? Xo'p bo'ladi-da. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Bochkaning ichida asal bormi? Yo'q ekan. Qazisi bor, qazi. Ha, soling. Rahmat, chiroyli ekan. Assalomu alaykum yigitlar. Kanaplankalar. Repillar qanchadan ekan bolalar? Repil 50 ming 100 ming. 50 ming 100 ming so'm atrofida ekan kanaplankalar. Savalar 400 ming ekan pastiga tushunishim bo'yicha. Kokil 400 ming. Yo'q, o'sha 150 ming. yo'q, kokil degan nom yo'q-ku, sava deyiladi. Shuning uchun aytmoqman. Eng pastidagi 400 mingmi? Ha, bunisi, mana. O'zimizdan tilda bor. Rossiya tilida sava bo'lmaydi. Adabiy tilda sava bo'ladi. Kokil degan atama yo'q adabiy tilda. Bu bizning tilimizda kokil. Kitoblarda yo'q kokil. Qora bosh sava bor, bo'zbosh. Bo'zbosh sava bizarniki. Ha? Ana o'sha qora bosh sava deydi shuni. Bu kitoblarni 30 yil oldin o'qiganman, o'shaning uchun gapiryapman-da. Kokil degan atama adabiyotlarimizda yo'q, do'stlar. Kokil o'zi soch degani. Umumiy nomi sava deb nomlanadi. Ya'ni qora bosh sava va bo'zbosh sava. Mana bu qora bosh sava. Carduelis. O'zimizda uchraydigan, biz xalq tilida norcha deymiz. U bo'zbosh sava. Carduelis caniceps adashmasam. Mana bu jannat pashsha tutari deb nomlanadi. Terpsifone paradise. Juda chiroyli qush, bu nari. Nech pul ekan shu qushingiz? Rayski 500 ming. Bulbul 250 ming. 500 ming so'm ekan. За райскую мухоловку просит где-то 46 долларов приблизительно. Bularni sal tepasini yopib qo'ysangiz bo'lar ekan, bechoralar olib to'da. Assalomu alaykum, hormanglar. Bu chechotka, ha, qizil chiroyli ekan.
Bir paytlar bozorda umuman topib bo'lmaydi bularni. Ba'zida ko'payadi. Sezonni boshida olib qo'ydi. Ha, bu yil ko'p chiqdi. Nech pul ekan buningiz? 50 ming so'm ekan. Buchi? 250 ming. Bu yillikimi? Sezonni boshida. 250 ming so'm ekan. Bu endi asosan Markaziy Osiyo qushi do'stlar. Mana o'zi rangida bo'z rang ko'pligi uchun buni bo'zbosh sava deyishadi. Bu repel emas, chichotka. Bu qushlarni bizda tutxo'rak deydi. Chichivitsalar. Bu ziyabliklar, karalyok. Assalomu alaykum. Chiroyli ekan. Ham karalyokingiz nech pul ekan? 150 ming. Chiroyli ekan. 150 ming so'm ekan. Chijikizchi? Bay. Ziyablik? Ziyabliklar 100 mingdan ekan. Chichivitsalaringiz qanchadan? 20. Ustini sal yopsanglar bo'lar ekan, yigitlar olib to'g'rib juda isib ketyapti. Oftob tig'i ostida. Bu tarafda savalar. Bu joy gavjum bo'lardi agar odam kamroq bo'lsa. Menimcha bu tomonga o'tamiz endi. Tutqushlar olamida bayram. Eng chiroyli xushsurat amadinkalardan biri. Guldalar deb nomlanadi. Bular aka sizdan ekanmi? Nech puldan? 900 ming. Parim? Ha, jufti. Jufti 900 ming so'm ekan. Примерно за пару просит $80. Bu yerda yirik to'tilar. Salomlar. Rang bo'yicha tovlanish borasida to'tiqushlar bilan bellashish qiyin. Juda chiroyli. Chiroyli ekan. Bu risivka, boshqacharoq turimi? Chiroyli ekan. Risivka silver deydi. Kumush ekanda, kumush risivka. Bu chetdan kelganmi o'zimizda ochib? Nech pul turadi aka? 500 ming pound. Narmoda ko'rinish farqlanadimi? Jufti 500 ming so'm ekan. Говорят, рисовский сильвер за пару просят $45 где-то. 43 может быть. Ага. Bu tarafda ham to'tiqushlar bor.
Bu chechevitsa. Assalomu alaykum. Bular o'zingizlardan ha, yigitlar? Sizlardan ha? Nech puldan? Bular nech puldan? Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Bu cho'qimiydi-a? Qo'lga olsa bo'ladimi? Mana shu qush 350 dollar ha. 350 dollar ekan do'stlar. 350 dollar просит. Jo'jalikdan boqqansizda-ya. Zo'r. Chiroyli-a do'stlar. Chiroyli ekan. 50 yoki bu. Mana. Assalomu alaykum. YouTube'da borarlar bular. Hay shirin to'yla. Voy ashal to'y. Sog' bo'linglar. Bolajonlar bilan tashrif buyurishgan ekan. Yoqimli ekan rosa. Voy. Hozir olaman uni. O'yin qaroq. Bu 600 ming. Bu 600 ming so'm ha. Bu ham cho'qimiydi-a? Yarasi to'g'ri. Boshlarni beradi. Yaxshi qo'ygan. Yaxshi ko'rgan nuqtasi ekan-a shu. Mazza. Shunaqa yaxshi ko'rgan nuqtasi bo'yinida bo'ladi. Bepul spa salon. Maza qildi. Mana nima ekan? Yumroq qoziq shakl, aka. Ha? Yumroq qoziq mana. Bu nech pul ekan? 150 ming so'm. 250 ming so'm ekan yumron qoziq. O'zimizda tutilganmi? O'zimizda tutilgan. Hidi ham bor ekan-a. Mana nizam siznikimi katta? Ha? Bu ham qo'rqmaydigan-a? Vah. Mana qaranglar do'stlar. Shuni sal qo'lni uchiga shuna qo'ndirib bera olasizmi? Bas. Mana. Buni narxi 550 dollar. Voh, bu jiddiyroq ekan-a. 550 dollar ekan do'stlar. 550 условных единиц просит. За этого красавца. Или красавицу. Нармы модамы bu? Nar ekan, samец. Mana. Rahmat sizga ekskursiya uchun. Bu tarafda ham bor ekan chiroylilari. O Zako ham bor ekan. Zako nechta? Olayga. 1000 dedingizmi? 1000 dollar ekan Zako. 1000 dollar просит. Issiq. Gapiryaptimi? Gapirarkanmi bu? So'ramadim amaki, gapirsak. Shu tarafga o'ta qolamiz. Harakat qiyin, odam ko'p, uzr.
10 martalab uzrlar so'rab o'tmasa qiyin. Bu qapas zo'r ekan lekin, chertma. Bu yo'q, chertmani aytaman, bolaligim esimga tushib ketdi. Bu menimcha seraya slavka. Nech pul ekan? Oybekdan oldim. Ha, oldingizmi? Bulbulbek tutaman-da. Ha. Beradi. Ha, bu. Bo'ldi. Mana xuddi eski uslubda ishlayman. Chumoliga qo'ymasin deb. Mazza. Unga osiltirib, qurtni boylab qo'yaman. Zo'r. Qiziqda shu. Sog' bo'ling. Rahmat, siz ham sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Maylimi shunday qilganlaringiz. Buni oldingizmi? Ha, olibdilar. Aha, assalomu alaykum. Nech puldan ekan bu? 50 mingdan olibdilar, Italiya bedani. Ha, Italiyaniki-ya bu. Italiano. Celentano. O. 50 ming so'm, ancha arzon bo'lib ketdi. Italiya bedanlari endi bu modalarini shu narxga olganlar. Anvar Dondu nuqta. Kepe qurtlar, zofobuslar. Salom. Bedanalarning nuqtasi. Salom alaykum. Qolmaylar. Uzr. Qurtlar. Chigirtka nech pul ekan? Ha, 20 mingdan. Nechta ichida? 20 ming so'mdan. Shaningizni bitta olsam maylimi? Ko'rsata oling. Chiroyli ekan. Bu yangi bo'lsa kerak-a? Ya chiroyli ekan. Nech puldan ekan? Narxi 60 mingdan ekan, 60 ming so'mdan ekan bedanalar. Ha, o'tgan hafta ham shunaqa narx edi, taxminan. Va alaykum assalom bolajonlar. Kichkina dastak. Rahmat yigitlar. Rahmat. Kichkina dastak oldim qo'limga telefon uchun. Teparoq ko'tarib tasvirga olish ham qulay bo'lyapti. Lak ayalmagan ekan. Alaykum assalom. Oldim gibridlarni ham. Assalomu alaykum. Oldim. Assalomu alaykum. 60 dan ekan? Bedanalar 60 ming so'mdan. O'zimizning mahalliy bedanalar. По 4,5-5 доллара. Наши местные перепела. Но сейчас у нас в моде итальянские. 60 ming. Albatta bu issiqda tez suv ichib turish kerak. Mana bu bedanalar yaxshi joyda, salqingina. Assalomu alaykum. Bedanalardan ko'proq oling degan takliflar ko'p tushadi. Bedana nuqtasi gavjum nuqtalardan harakatlanish oson emas. Assalomu alaykum. Mana bedana ishqibozlar uchun qovoqlar, yopinchiqlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana manzaralar. Bu yerda ozuqalari mana. O'tib ketdik, aka. Shu tarafiga ham 20 metrcha ketgan.
G shaklida joylashgan bedanalar nuqtasi. Sayrayapti. Mana shu Italiya bedanasi. Juda yirik bo'ladi. Hozir o'zimizda ham ochirishyapti. Biri olib, biri qo'yadi. Pastroq chistotalarda ko'proq kuylaydi. Italiya bedanalari. Rosa sayrab o'tirishibdi. Voh. Salqin va qulay joyga o'rnashib oldim. Bu archa yodinglardami do'stlar? Bundan bir 7-8 yil oldin 70% yashil edi. Hozir to'liq quribdi qarag'ay. Сосна лет 7-8 тому назад почти вся зеленая была, сейчас полностью в увядании. Bu taraf juda issiq, yurish qiyin. Mana umumiy obzori. Qadrli do'stlar, imkon doirasida hikoya qildim. Bugungi qush bozoridan reportaj tayyorladim. Yarim soat atrofida sal oshdi. Qushlar ko'lami o'tgan safargidek. Katta yangiliklarni sezganim yo'q. Qora chekanlar yanada ko'payibdi. Sayroqi moyqutlar. Bedanalar ko'p. Bedanalarni avj payti hozir. Fikr va mulohazalaringizni video ostida kutaman. Xatlarga javob bera olmasam, ko'nglingizga og'ir olmang do'stlar. Imkon qadar harakat qilaman. YouTube'dagi Sayroqi mo'jizalar kanali orqali bu videoni to'liq shaklini ko'rishingiz mumkin va Instagramda ham akkauntim bor. Nurmuhammad Anvar akkaunti va bozorni qisqa lavhachalarini Instagramdagi sahifamga ham joylab boraman. Lekin asosiy katta rolikni YouTube'da tomosha qilamiz. Hammaning e'tibori uchun tashakkur. Дорогие друзья, вот на этой веселой перепелиной нотке я завершаю сегодняшний репортаж с Ташкентского птичьего рынка. Всех благодарю за внимание. Наш большой подробный ролик этот вы можете увидеть на канале Сайроқи Мо'jizalar, то есть певчие чудеса. Короткие ролики, рилсы с рынка на моем инстаграм аккаунте Нурмухаммад Анвар. Всем крепкого здоровья. Omon bo'ling do'stlar. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha.